Bizning immunitetimiz ichaklarimizga bog'liqligini bilarmidingiz? Aynan 80% immun hujayralarimiz ichaklarimizda ishlab chiqariladi. Agar farzandlaringizda yoki sizda ichingiz uzoq vaqt davomida qotsa yoki aksincha tez ketib tursa, bu turli kasalliklarga olib kelishi mumkin. Bu kasalliklardan disbakterioz, parazitar kasalliklari, o'tkir yuqumli ichak infeksiyalari, helikobakteriya infeksiya va boshqa ichakni yalliqlanishga olib keladigan kasalliklar bo'lishi mumkin. Ko'p onalarimiz bolamga turli qimmat vitaminlar beraman, lekin bolam nimagadir ko'p kasal bo'ladi deb menga murojaat qilishadi. Lekin bolani ichaklarida yallig'lanish bo'lsa yoki boshqa kasalliklar bo'lsa, vitaminlar o'zlashtirishi pasayadi. Bizni klinikamizda ichaklar bilan bog'liq bo'lgan muammolaringizga yechim topib, turli savollaringizga javob topishingiz mumkin. Klinikamizda siz hamma turdagi tahlillarni tez, aniq va qulay sharoitda topshirishingiz mumkin. Laboratoriyamiz eng zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan bo'lib, har bir natijaning ishonchli bo'lishi ta'minlanadi. Sizni sog'lig'ingiz biz uchun har bir bosqichda muhim.